Shovli aka, rostdan bir sutkada bitkazib berdingizmi aka? Yo'q akajon, bir sutkada bitkazib bera olmadik, chunki 1,5 sutkada bitdi. Negaki bu atrof novostrойка bo'lganligi uchun, dom bo'lganligi uchun, shovqin bu mumkin emasligi uchun militsiya xodimlari kelib bizlarga tushuntirish qildi, nima qildi. O'shaning uchun 1,5 kunga cho'zilib qoldi do'konimiz. Ha, kechqurun soat 10 da ish tugatib, keyin ertalab boshlasizlar. 10 da ish tugatib, bo'lmasa bir sutkada bitadi. Bir sutkada bitadi. Ya'ni tinch joylar bo'ladigan bo'lsa, qishloq joylarda bir sutkaga boradi yo bormaydi do'konimiz bitishi. Necha kvadrat bo'ldi hozir общий? Hozir bu yerda 5 ga 4 va bu yoqda burchak joylari bor, 19 kvadrat bo'ldi. 19 kvadrat bo'ldi. Ichkarini ham bitta ko'raylik-chi. Akfalari yaxshisidan bo'ldimi hozir bular aka? Mana ko'rishingiz mumkin, akfalar antrazitdan yaxshisidan, o'ynalari ham ko'k bo'ldi. Chunki mana bu novostrойkamizga podmos qilib berganmiz, mana ko'rishingiz mumkin, tepadagi. Chiroyli chiqibdi, lekin oldidagi nimalari bilan ha? Ha, ikkita plafonlarimiz. Chiroylar bilan ichkariga kiradigan bo'lsalar, jigarlar mana pataloylari ham bitibdi. Chiroylar qo'yilibdi. Razvedkalar tortilgan. Polностью yevro montaj bo'ladi bu yerda, yevro paketda. Do'kon montajlari. Mana havo aylanishligi uchun portishkalar ham qo'yilgan. Zo'r bo'pti lekin ha. Juda ham chiroyli, idealniy, kompaktniy bo'lib chiqdi. Mini market uchun idealniy tanlov bo'ldi. Xo'p, kvadratiga hisoblaymizmi buni yo razmeriga hisoblaymizmi? Razmerga biza standart do'konimizda razmerga hisoblaymiz yoki-da razmerdan oshadigan bo'lsa kvadratga hisoblaymiz. Kvadratini 1,8 million so'mdan qilib beramiz. Kvadratini 1,8 million so'mdan shu turishidami yo mebellarga qo'shiladimi? Yo'q, mebellar alohida bo'ladi. Mebellar bilan endi shu do'konimiz hisoblaydigan bo'lsak 2 milliondan chiqqan kvadrati. Endi do'kon hajmiga qarab kattalashgan sari kvadrati narxi ozroq tushadi. Narxni tushirib boraveramiz. Juda ham yaxshi. Hozir ko'ringlar jigarlar, mana mini marketlar uchun atrof to'la domlar bo'lganligi uchun domda juda ham ko'p odam bo'ladi. Endi misol uchun 2000 ta xonadon bor desak, har bitta xonadonda 5 ta 6 tadan o'rtacha odam bo'lgan taqdirda, endi ko'paytiradigan bo'lsalar, bitta do'kon bor ekan, mini market bor ekan, savdosi menimcha yaxshi bo'ladi jigarlar. Xudo xolisa qarang. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Oynalarni qo'yib, polkalarni qo'yib, hammasini atido bitkazib qo'yishdi Xudo xolisa. Endi xizmatlar qanchacha bor aka? Xizmatlar aka 12 ta viloyatga dastavkasi mutlaqo tekin bo'ladi. Ha, dastavkasi tekin, ustanovkasi ham tekin. Borib ishlab, o'zlaringiz bitkazib berasizlar. O'zimiz bitkazib, chiroyli qilib beramiz. Egalaridan bittagina xizmat bo'ladi. 2 kampli lesa yoki-da xohlasa endi o'zbekchilikka qarab choyni qilib bersa, choyni qilib beradi. Bo'lmasa u ham shart emas. U ham shart emas, endi qilib berishadi. Endi aka, Xudo xolisa. Yotar joy ham kerakmi sizga? Yotar joy endi razmeriga qarab kerak bo'ladi. Ya'ni kattaroq obyekt bo'ladigan bo'lsa, kvadrat kattaroq bo'lsa, 2 kun yotadigan bo'lsa, yotar joy qilib berish kerak bo'ladi. Hozirgi bu ko'rib turgan joylaringni o'zi aslida bir sutkada bitkazib berishlari kerak ekan, lekin usta akalarimizga kechqurun o'sha boshida aytganimizdek, hali militsioner xodimlar kechqurun ishlamagan, ertalab davom ettirasan, ko'pchilik yashaydi deyishgani uchun 1,5 sutka atrofida bo'pti. Lekin agar tinch joylar bo'ladigan bo'lsa, birov bezovta qilmaydigan joylar bo'lsa, bir sutkada shunaqangi 19-20 kvadrat joyda bir kunda bitkazib berishar ekan. Ma'qul kelgan bo'lsa, nafaqat do'kon, ko'chma uylarda ham bitkazib berishadi. Xudo xolisa yoki mana shunaqangi mini marketlarda ham tayyorlab berishadi. Shovli akaning nomerlarini ekranda qoldiraman. O'zlari Samarqandliklar bu qilingan ishlar Farg'ona shahrida Xudo xolisa. Sizga ham shu xizmat kerak bo'lsa, akamizning nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqasiz. Xuddi shunday.